Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar, obunachilar. Xo'sh, biz keyingi obyektimiz 3 xonali domimiz 100 kvadrat. Xo'p, pardakka e'tibor bermaysizlar. Xudo xolasa yig'ishtir akkuratni qilib qo'yamiz. Xo'sh, bu domimiz devorlari juda sho'r holatda, sho'r chiqqanishdan, xudo xolasa buni yuvib, kerakli ximikatlarni berib, akkuratni holatga keltiramiz. Patologlarimiz qo'ldan chiqdi mana xudo xolasa. Bu zalimiz. Xo'p, kirganda chap qo'limizda sanuzelimiz joylashgan. Xudo xolasa bu ham bitish jarayonida. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Bakka ham chiroyli qilib patologlarni bitirib qo'ydik. Hop, bu domimiz 5-etajda joylashgan. Ro'parada detskiy spalnamiz joylashgan. Hop. Bu yerda kattalar uchun mo'ljallangan spalnamiz joylashgan. Xudo xolasa remontga tayyor holatga olib keldik. Elektrika ishlari, patologik ishlari qo'ldan chiqdi. Santexnika ishlari ham qo'ldan chiqdi. Xudo xolasa akalarimiz chotka qilib bitirib berishdi. Hop. Remontlarini tez-tez etap qo'yib borishga harakat qilamiz. Sizlardan poddержка qilib turishlaringizni iltimos qilamiz. Hammaga rahmat.